Poytaxtimizda 7-chi Hotel Business Forum 2026 bo'lib o'tdi. Mehmonxona sanoati va xoreka sohasi uchun yilning eng yirik tadbiri hisoblangan forum bu yil sun'iy intellekt, turizm va mehmondo'stlikning yangi yo'nalishi mavzusiga bag'ishlandi. Hotel Business Forum investorlar, developerlar, mehmonxona egalari va boshqaruvchilari, xalqaro ekspertlar, turoperatorlar, restoratorlar hamda yetkazib beruvchilarni birlashtirdi. Forum amaliy yechimlarni muhokama qilish, investitsiya imkoniyatlarini taqdim etish va yangi ishbilarmonlik aloqalarini yo'lga qo'yish uchun samarali platforma vazifasini bajardi. Davlatimiz rahbari tomonidan turizm sohasi iqtisodiyotimizning strategik bir tarmoqlari sifatida belgilab berildi va bu yo'nalishda albatta birinchi navbatda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Turizm yo'nalishini rivojlantirish. Turizm yo'nalishini rivojlantirishda albatta kelayotgan xorijiy sayyohlar uchun yaxshi sharoitlarni yaratish maqsadida zamonaviy jahon standartlariga mos xizmatlar ko'rsatishni biz tashkil qilishimiz kerak va bunda birinchi navbatda mehmonxona va mehmondo'stlik tizimlarini shakllantirish juda ham muhim. Bugungi kunda respublikamiz miqyosida joylashtirish vositalarini soni 7,5 mingdan ziyod bo'ldi. Mana shunday platformalar, mana shunday mehmonxona yo'nalishidagi forumlar mehmonxona sohasidagi vakillarni birlashtirish, ularni o'zaro tajriba almashishini tashkil qilish va bundan tashqari mehmonxonalarda servis xizmatlarini yaxshilash va rivojlantirish, malakali kadrlarni, malakali salohiyatli ishchilarni jalb qilish va ularni o'qitish va rivojlantirishga yordam beradi. Forum dasturidan xalqaro ekspertlar ishtirokidagi panel sessiyalar, muvaffaqiyatli keyslar tahlili, IT yechimlari borasidagi taqdimotlari va B2B uchrashuvlar o'rin oldi. Forum doirasida mehmonxona va restoranlarni boshqarish tizimini raqamlashtirish, marketing tahlillari hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga qaratilgan yangicha yondashuvlar muhokama qilindi. Toshkent viloyatidagi mehmonxonalardan birining bosh menejeriman. Biz bir oy avval o'z faoliyatimizni boshladik. Ya'ni Chorvoq hududida ochilgan birinchi xalqaro brend mehmonxonasida 130 ta zamonaviy xona va majmualar bor. Biz mahalliy va xalqaro sayyohlar uchun yuqori darajadagi servisni taklif etamiz. Asosiy maqsadimiz Chorvoqni xalqaro turizm xaritasida yanada mustahkam o'rin egallashiga hissa qo'shish. Bu kabi xalqaro forumlar biz uchun juda muhim. Ular yangi hamkorlik aloqalarini o'rnatish, investorlar va turoperatorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkonini beradi. Umid qilamanki, kelajakda samarali biznes aloqalarini yanada kengaytirish imkoniga ega bo'lamiz. Shuningdek, tadbir doirasida qator kelishuvlari va hamkorlik memorandumlari imzolandi.